Bir gapni daverdi ekansizlar. Ya dadam dükkanı takmasın nemish qiladi? Bika uyda o'ltirganda taqashmaganda. Bika o'rtasi nima bo'pti? Ammo ishingda to'ng'iz qadiradigan bo'lib ketibsan Juma aka. Endi seni biqib qatoq qo'shgan shu odamning bir uyda xotirjam orom elishig'im chidab otamsan. Ilmo balni cho'ng deb dadam sana hammadan jiqish qilib turadi-da. Sening o'rningda men bolalarni cho'ngib qolgan bo'lsam, dadamni mo'ram kelib judib baqdim Juma. Shu. Agar sening o'rningda men bo'lib qolgan bo'lsam, dadamni yil bo'yi sayohatga chiqdim men. Sen Juma aka, bu balaning cho'ngi, o'g'ilning cho'ngi degan ishda taz qamlashtirolmaysan. Dada deganning qanchalik ulug' ish ekanligini bilamsan aka? Acaba bizni qanchalik ta'sir biqib cho'ng qilganini unutib qoldingmi aka? Shu bechar mo'yspitni xotirjam aramag'il qo'ysang bo'lmamda deyman. Bo'ldi aka. Agar shu dukan uchun dadamni orom elishiga chidamagan bo'lsang, shu dukanni men ochay. Bu Japanning yerini men tatishni xohlayman. Dukanning yerini men ochay. Ammo shu aniq bo'lib ketsin, hammasi dadam uchun. Bo'ldi aka. Men bilan tang jabhat atishni xohlamayman. Va mendek bir akant turib, sen jabhat atsan qablashmaydi-da. Dukanni yana men ichaveray. Yo'q aka, bu japa emas. Bu degan muhabbat. Vafadarlik. Yana ikkimiz vafodor ekanmiz ukama. Ma ba'zanlarga o'xshash. Dadam uyda o'tirib ish pishib qoladi. Dukaning bo'sh qarso'n deb shu bechora mo'ysipni ishiltib yemaydi ekanmiz biz. Arslan. Ha. Dadamchi. Dadamga tamoq etib berib yenib chiqdim. Orom elotamdiki. Aras, sizlarga qahramonning ko'kis ichimlikini olg'ach chiqqandim. Lekin ikki talla chiqibdi emasmi? Nada. Gap qilaverib og'zimda qurib ketdi. Bir şey. Voy. Nechap beziga ya bu. Bilmayman bu qahramon ichimlikni. Tambak beza. Aras Arslan. Dadamga ozuqlikqa kelib beray degandim. Ozroq pul etib beramsiz. Ha, ma'qul. Hopla. Telefonimni uyda unutib qolibdim-a. Zajavkam, sen pul yo'tkab ketdingmi? 500 koy bosiydi. Uy. Bu dada degan ashtajik pul hijlamda aka. Onun ustiga dadam o'zi shiltirgan narsa olgan ekan, o'zi pul chiqarish kerak-da. Aka, bak kichik bola o'ynaydigan nayranglaringni bizga o'ynamag'in-a. Odam degancha o'ziga tayinish kerak. Bak fikrim to'g'ri dedi. Dadamga lozim bo'lgan ekan, pulni dadam chiqarish kerak. Hey, baytiqi bek muhabbet, vafodorlik to'g'risida gap qilyaptingmi? Birdan nima bo'ldingmi? Mening nimishqa? Dadamning dukanini taqab uyda aramlashib qo'shilib qolganining sababini endi bilgansizlar. Mencho, dadamning bizga o'xshash ig'zida gapi va amaliyoti hech chiqib bermaydigan namatlarning qo'li qarab qilishni xohlamayman. Dadam rostida sizlar degandek dukanini taqab uyda o'ltirsa, hech ko'rdigan kunimga o'xshaydi. Voy aka, bizga bir vijdon paring qilib bermagina. Biz dadamni shu uyga kirib aramasin dedik. Pul topmışsın dedik ekan. Abi uyda yatqach, aramini olgach, pul topsa bo'laverdi. Yomon gap emas bu. Shu dadam yashinib qolgan chog'da buni aram aldirish bizdek o'g'illarning burchi. Bizim shu dadamning dukanini taqib o'tib, dukanni ikkimizga berib, uyda xotirjam aramini olsin deydi qo'shu. Biz bunda aqlimizni qaniyatga chiqaryapmiz aka. Senim aka. Ha, bizning oq ko'ngilligimizda to'g'ri tushan. Agar dadamning dukanini ikkimizga bergishgan bo'lsa, men yolg'iz bersin bo'laverdi. Men yolg'iz olsam bo'laverdi kama. Ablah, nomard, tuzkor. Hey, bak kelishdan burun bir bilan deyishgan tuqqo, dukanni ikkimiz tan olmaymiz deb. Sen dukanni yolg'iz olsang, men nima ish qilmayman-da? Voy, nima ish qilsang qilmamsa, ya sen dadamga o'xshash o'ygirib to'nsinib yatasa, xotning baqa. Shimir tegmayna. Dukanning yerim zodi mening. Agar dukanning yerim men tava olmaydi ekan, ilg'o sen kelsa, dadam bo'lsin pochta bo'ltirmayman juma. Boş cho'ng gap qil. Bosh cho'ng gap qil. Ila ochig'im kelsa, men ishxonada 3 choy ko'p o'tkazib, sizlatmay bozorga chiqib. Mening ochig'im kelsa, ko'zimga hech kim ko'rmaydigan odam men juma. Hey. Ish ko'zang qo'lam tiqib chiqama, turib olganim ishnamsa. Munofiq. Qahramon ko'k sharitning ta'mini yaxshi demaydigan bo'lsam, naq maydonda beshin qo'yib, mingda ko'k chiqib bo'ldim men. Bo'ldi bas.
Men baştalı bir yerlerden toğra emaskin isqiga. Aslida ikkinlarni bugün dadamga shunchalar ko'yinib ketishinglarning sababi eylik do'kon ekanda. Ha, fikrlar. Onca aşır etmeyle. Nimeli bolsun? Bu degen bizning dadimiz. Şu tap sileni bir yığıl söz bilen tasvirlegim kelib atadi. Qarab turinglar, ha? Av. Av, av. Av. Şu bechor jonlarga haqorat qildim-da. Erkekке yaş yaraşmaydı dedinler. Ben yılayım